Assalomu alaykum, hurmatli Shavkat Miromonovich, hurmatli kuzatuvchilar. Men Jo'rayev Mahmud Bahronovich 1959-yilda 1-fevral kuni men Samarqandda tug'ilganman. Men Afg'on urushi qatnashchiman, 3 nafar farzandim bor. 41 yil davlat manfaatiga ishlab, xalqimizga xizmat qilib keldim. 2009-yilda men xotinim bilan qonuniy ajrashishga majbur bo'ldim. Men 2017-yilda xususiy temirchilik ustaxonamni hokimliklar tomonidan zo'ravonlik bilan buzib yuborilganligi sababli men ishsiz qolganman. Hozir vaqtiga yashash manzilim yo'q, bomishman. Bunga sabab 2010-yil fuqaro ishlari bo'yicha shahar sudining adolatsiz qaroridan so'ng meni da'vogarlar meni pasport hujjatlarimni o'g'irlab, ichki ishlar xodimlari bilan kelishib olib, menda yashirincha davlat ro'yxatdan chiqarib, konstitutsiyaga ko'chgan huquqlarimdan to'liq mahrum qilib, o'lgan odamlar safiga qo'shib qo'ydilar. Shundan so'ng men uysiz qoldim ko'chaga. 15 yildan beri umrim darbadarlik ko'cha o'tib kelmoqda. Birovlarni uyga yashab yuribman hozir vaqtda. Shu shahar sudining qaroridan norozi bo'lib, men viloyat sudiga, oliy sudiga, bosh prokuratura, ichki ishlar vazirligiga, prezident devonga, senat deputatlariga, ombudsmanga bir necha marotaba murojaat qildim. Xullas, taxminan 400 marotaba murojaat qilgan bo'lsam, shundan 250 ta men taxminan javob xati olganman, lekin birontasiga chora ko'rilmasdan meni aldash maqsadiga hamda shu yuqori turuvchilar bir-birini noqonuniy himoyalash, jinoyatlashtirish, futbolni arzani futbol to'pi qilish, albatta pora ishlash maqsadida qilinganligini yaxshi bilaman. Menga aldab faqat noqonuniy javob xati beradilar, xolos. Hech qanaqa buzilgan huquqlarni tiklab berishga chora ko'rilmasdan kelmoqdalar. Prezidentimiz Shavkat Miromonovich mana siz aytgandingizki, prezident bo'layotgan vaqtda qasam ichib aytgandingizki, O'zbekistonda fuqarolarning huquq erkinligini kafolatlayman deb qasam ichgandingiz. Ikkinchisi, meni nomimga yozilgan ariza nazoratdan chiqmaydi deb aytgandingiz. Uchinchisi, qonun ustuvor jazo muqarrar deb aytgandingiz. Lekin bu gaplaringizga sizga ishongan odamlaringiz, yaqinlaringiz birontasi rioya qilmay kelayotganligini men ko'rib turibman. Xullas, shu masalada men murojaat qilmagan joyim qolmadi. 8 yildan keyin menga bir murojaatim biriga bir pasport berishdi. Mana pasportning ichiga pasportni shu nimasiga orqa varaqaga doimiy yashash manzilini ko'rsatish shart. Lekin bu yoqda ko'rib turibsizlar, yo'q hech qanaqa doimiy yashash manzili. Bu doimiy yashash manzili bo'lsa agar, bu pasport 1 tiyinga qimmat ekan. Bironta qonuniy manfaatlarimni amalga oshira olmasam, bank bilan ishlay olmasam, chet davlatga grantdan chiqib keta olmasam, hattoki telefonimda sim karta ham berishmadi, propiskan yo'q deb. Bu nima kerak bunaqa pasport? Xullas, mana men prezidentimiz Shavkat Miromonovich Samarqand viloyat hokimi bo'lgan vaqtiga men o'z hunarim yo'nalish bo'yicha nafaqat O'zbekistonda, balkim chet davlatda Samarqand temirchilik usta sifatida taniqli insonga aylanib qolgan edim.
mana hozir prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Toshkentda prezident bo'lganda man dunyoga bomj sifatida taniqli insonga aylanib qolganman. Buni qanday tushunsak bo'ladi? O'zbekistonda haqiqat, adolat bo'lmasa, ishlashga ham qo'ymasa, yashashga ham qo'ymasa, nima qilish kerak? Masalan, man ombudsmanga borganimga ham hech qanaqa natija bermadi. Sayyora Rashidovdan boshlab mana Eshmetovga kirganimga ham hech qanaqa natija yo'q. Bironta mansabdor o'z vakolat doirasiga ishlamaydi, xalqni o'ylamaydi, huquqlarini tiklab berishga chora ko'rmaydi. Mana inson ombudsman, biznes ombudsman tashkilotlari ochib qo'ygansiz, xalq qabulxona ochib qo'ygan, sayyor qabul, lekin bular hammasi bir tiyinga qimmat ekan. Otni kalasida qilib oyligini olishni biladi, lekin muammoni hal qilishga hech qanaqa chora ko'rilmaydi. Faqat birovlarni pora evaziga iltimoslarning buyurtmasini bajaradi, xolos. Shunda mana man Oliy sud raisiga ham kirdim. Hech qanaqa buzilgan huquqni tiklab berishga chora ko'rmadi. Mana barcha prokurorlarga kirdim. Nig'matullo Yo'ldoshevga bosh kirishga doimiy ravishda to'sqinlik qilib kelmoqdalar. Bu qani haqiqat, qani adolat endi? Men shu hozir vaqtda blogerlarga ham pul berishimga pulim yo'q. Shuning uchun men boshim qotib qoldi. O'ylab shu o'z kanalimni ochib, shu orqali xalqimizga, prezidentga yetib borish uchun men murojaat qilishga majbur bo'ldim. Yaqinda mana saytimni ochdim, endi murojaat qilyapman. Sizlardan iltimos, hurmatli kuzatuvchilar, like bosib, podpiska qilib, menga yordam berishingizni, ko'proq tarqalib ketishni, butun dunyoga tarqalib ketishga yordam berishini so'rayman. Men nima sababdan bonj bo'lib qolishimda, nima sababdan huquqlarimdan mahrum bo'lishimga, kelasi videolarimga men tegishli hujjatlarim bilan o'z haqligimni isbotlab beraman. Albatta men YouTube chiqishga umidim katta. Sizlarning shuning uchun yordamingizni so'raman. Oldindan rahmat deyman sizlarga.